Qiz bola sevib qolsa. To'xtang Mirzaxot aka. Nega sovchingizni jo'natmayapsiz? Yo o'g'lim orqamdan yururmagi. Men hali beri uylanish niyatim yo'q. Baribir meniki bo'lsa. Yigitni bo'la. Mirzaxot aka, bu qo'shig'im siz uchun. Senga aytayaptimi? Ya, menga yetmayapti, ovqatga kirib ko'rasiz. Agar menga bo'lgan sevging kim bo'lsa, agar tanlaganing jonim men bo'lsam. O'g'lim, nima qilsan? Odamlar bizga qarayapti, bas qil. Sovchingizni jo'natasizmi yo'qmi? Yo'q. Kel yashaylik biz birga, bizning ertagimizda, do'sti dushman ichida, ikkimiz oxirgacha. Ya, keling qizim, nima xizmat? Assalomu alaykum odajon. Men o'g'lingizman, sovchilikka keldim. Bunaqa ishlarni kattalar bilan hal qilinmaydimi? Yashaydigan biz, men rozi, nima qilamiz cho'zib? Ha, o'g'limdan bir og'iz so'rab ko'ringlar. Ha, o'g'lingiz nimani ham biladi, hali yosh bola bo'lsa, hayot tashlarini qaydan biladi? Siz bunga ota bo'lib qattiq turing. Qop. Ayajon qattali. Gapga ketdi. Mayli, salom aytib qo'ying. Mana qiz точно o'g'lim odam qiladi. Nimaga qiziqasiz? Men bolalarga raskraska ishlab chiqaraman. To'ydan keyin rostdan ham bilvo berasizmi? Harakat qilaman. Uyalmisan birovning yigiti bilan uchrashuvga chiqqan, ha? Kim bu? Hozir bir minut. O'g'lim, nima qilgan? Nima uchrashuvga chiqqanman u? Men oladigan qizlari bo'laman. Bilaman sevadi, to'g'rimi jon? Yo'q. Yolg'onchi. Uyalmaysizmi qizingiz bor ekan birovni aldab yurishga? Surbet. Nima qilib qo'yding? Короче, bugun oyib uyda bo'ladilar, sovchingizni jo'nating. Jo'natmayman. Hali ko'ramiz. Zohid aka. Nima? Mana. Boshim. Yo'q, o'g'lim. Nimaga bo'yab tashlading eshitishni? To'g'ri gapirsam tushunmadingiz. O'g'irlab ketishga majbur bo'ldim. Odamga o'g'lim meni o'g'irlab ketdingmi hammaga? Kim ishonadi? Qiz bola o'g'il bolani o'g'irlab ketdi deyishganiga. O'g'il bola qiz bolani o'g'irlab ketdi desa, hamma ishonadi. Siz esa meni o'g'irlab ketgan bo'lasiz. Yechora qo. Muhabbatni chidaganga chiqargan.